Men qo'limdagi bir dasta pulni unga qarab uzatganimda, uning ko'zlarida shunday dahshatli nafrat va alam chaqnadiki, o'zimni erga kirib ketgudek his qildim. Men mashinasining narxi o'nlab oilalarning butun umrlik daromadiga teng bo'lgan, kibrli va o'ziga bino qo'ygan bir erkak edim. U esa qorni to'yish to'ymasligini o'ylab, Mardikor bozorida sarg'ayib turadigan, egnidagi kiyimi eskirib ketgan, kimsasiz bir qiz edi. Men uning g'ururini pul bilan sotib olaman deb o'ylagandim. Ammo u menga shunday dars berdiki, o'sha yirtiq kiyimli mardikor qiz qarshisida men o'zimni dunyodagi eng qashshoq, eng gado insonday his qildim. Assalomu alaykum. Hayotning kutilmagan zarbalari va qalb sirlariga qiziqadigan qadrdon hikoyachi Momo kanalining obunachilari. Agar siz bizning pinhona tuyg'ularga to'la dunyomizga ilk bor qadam qo'yayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qulayroq o'tirib oling. Chunki bugun men sizlarga qanday qilib o'z kibrimning botqog'idan bir ojizagina ayolning toza muhabbati orqali yorug'likka chiqqanimni so'zlab beraman. Bu mening tazarrum, mening iqrorim. Mening ismim Farruh. 35 yoshdaman. Poytaxtda o'zining bir nechta do'konlari va savdo shoxobchalariga ega bo'lgan, boylik ichida suzib o'sgan yigit edim. Atrofimdagi hamma narsa sotiladi va olinadi degan tushuncha bilan yashardim. Do'stlarim, sheriklarim, hatto ba'zi sevgan qizlarim ham mening pulim uchun yonimda pashshadek parvona bo'lishardi. Ayollarni faqat chiroyli qo'g'irchoqdek ko'rardim. Ammo bir kun kelib, oddiygina bir mardikor qiz mening butun falsafamni chil-chil sindirishini xayolimga ham keltirmagandim. O'sha kuni yangi olgan katta hovlimni tozalash uchun ko'cha boshidagi ishchilar to'planadigan joydan ikkita ayolni yollashga bordim. Mashinamdan tushmasdan turib oldimga yugurib kelgan ayollar orasidan ko'zimga qandaydir ojizroq ko'ringan bir qizni va yoshi kattaroq ayolni tanladim. Qizning egnidagi kiyimlari o'ta sodda. Yuzlari oftobda qoraygan, lekin ko'zlari, o'sha qop-qora, mudom yerga qarab turadigan ko'zlarida qandaydir tushunib bo'lmas soflik bor edi. Uning ismi Sevara ekan. Ular kun bo'yi tinim bilmay ishlashdi. Men hovlidagi so'rida qahva ichib, telefon o'ynab o'tirardim. Ba'zan ko'zim o'sha qizga tushib qolardi. Uning nozik barmoqlari bilan og'ir chelaklarni ko'tarishi, yuzidan oqayotgan terini bilagi bilan artib qo'yishlari nega ekanligini bilmayman, e'tiborimni tortardi. Men unga shunchaki qiziqish bilan, ehtimol ozgina shafqatsizlik aralashgan qiziqish bilan qarardim. Kechga yaqin ish tugadi. Men ish haqini berayotib, kutilmaganda Sevaraning qo'lidan ushlab qoldim. Pulni uning kaftiga qo'yardim-u, o'zimning kibrli va beparvo ohangimda, hamma ishni qilaverasanmi, Sevara, dedim yuziga yaqinlashib. Agar osonroq pul topishni xohlasang, shu uyda faqat menga xizmat qilsang ham bo'ladi. Men xizmat deganda nimani nazarda tutganimni u aniq tushundi. Uning ko'zlarida bir zum dahshat, keyin esa shunday yovvoyi nafrat chaqnadiki, u qo'limdagi pulni yuzimga otib yubordi. Men sizga sotiladigan buyum emasman, deb baqirdi u ovozi titrab, va yig'lagancha hovlidan yugurib chiqib ketdi. Men qotib qoldim. Axir hamma unga o'xshagan ayollar shunday hayotga rozi bo'ladi deb o'ylardim-ku. G'ururimga qattiq zarba tegdi. Bitta mardikor qiz menga rad javobini berdimi degan alam ichimni yondira boshladi. Ertasiga uni topish uchun yana o'sha bozorga bordim. Lekin u yo'q edi. Keyingi kuni ham, undan keyingi kuni ham men o'zimni aqldan ozayotgandek his qilardim. O'sha oddiygina yog'och o'rindiqda, u o'tiradigan joyda soatlab uni kutardim. Kibrim va g'azabim aralashib, topaman va tizzamga cho'ktiraman deb o'ylardim. O'rindiqning taxtasiga mashinamning kaliti bilan "Sevara, qayerdasan? Kechir" deb yozib qo'yganimni o'zim ham sezmay qolibman. Kechir. Men Farruh.
Bitta ko'cha qizidan uzr so'rayapmanmi? Nihoyat bir haftadan keyin uni topdim. U o'sha o'rindiqning bir chekkasida. Quloqchin taqib olgancha tizzasiga qo'yilgan qandaydir eski daftarga yozib o'tirardi. Men sekin borib yoniga o'tirdim. U meni ko'rdi-yu, o'rnidan sapchib turib ketmoqchi bo'ldi. Men uning bilagidan ushlab qoldim. "Qo'yib yuboring", dedi u past, lekin titroq ovozda. "Iltimos, qochma", deb pichirladim men. Men nima deyishni bilmasdim. O'zimning shu holatimdan o'zim nafratlanib ketardim. Lekin uning ko'zlaridagi o'sha yoshlarni ko'rgach, butun kibrim chil-chil sindi. "Siz nima xohlaysiz mendan?" deb ho'ngrab yubordi u. "Boyligingizga ishonib hamma narsani sotib olaman deb o'ylaysizmi? Men yetimxonada o'sgan bo'lsam ham, ota-onasiz qolgan bo'lsam ham, or-nomusimni ko'chadan topganim yo'q. Sizga o'xshagan hayvonlar dastidan halol ishlashga ham qo'rqib qoldim." Bu so'zlar xuddi yuragimga urilgan xanjardek bo'ldi. Men o'zimni shunday pastkash, shunday iflos his qildimki, "Sevara, meni kechir", dedim boshimni egib. O'sha lahzada men haqiqiy mehr, haqiqiy sevgi qanday paydo bo'lishini tushundim. Bu sevgi shahvat emas. Bu azobli va toza insoniylik darsi edi. Men uni ishontirish uchun ancha vaqt sarfladim. Uning xarajatlarini to'lamoqchi bo'ldim, rad etdi. "Menga sadaqangiz kerak emas", dedi qat'iy. U shunday g'ururli ediki, uning bu qaysarligi meni battar unga bog'lab borardi. Men o'zimning mag'rur hayotimdan voz kechib, u ijarada yashaydigan xaroba uyning eshigi tagida soatlab o'tiradigan bo'ldim. Menga endi boy do'stlarim, dabdabali ziyofatlar qiziq emasdi. Menga faqat uning yuzida paydo bo'ladigan bittagina tabassum kerak edi. Vaqt o'tib u menga ishonishni boshladi. Bizning uchrashuvlarimiz qimmatbaho restoranlarda emas, shahar chetidagi oddiy o'rindiqlarda yomg'ir ostida sayr qilish bilan o'tardi. Men uning qalbini, uning o'qishga bo'lgan qiziqishini, yetimligida chekkan azoblarini tinglardim. Va o'zimning pulga qurilgan dunyom qanchalar bo'sh va sovuq ekanligini anglardim. U meni o'zgartirdi. U mening ichimdagi uxlab yotgan chinakam erkakni uyg'otdi. Bugun bizning to'yimiz bo'ldi. Men poytaxtning eng badavlat yigitlaridan biri. Hamma boyvachcha qizlarni rad etib, o'sha mardikor qizni o'z uyimning bekasi qildim. Hozir u mening xonamda. Qo'lida qahva bilan menga jilmayib qarab turibdi. Men unga qarayman-u Xudoga ming bora shukrlar aytaman. Agar o'sha kuni u mening pulimni yuzimga otib yubormaganda, men butun umr o'z nafsining quli bo'lgan, sovuq va baxtsiz boyvachcha bo'lib qolib ketgan bo'lardim. Aziz yigitlar, birodarlar, ayol kishining qadrini uning kiyimi bilan yoki uning puli bilan o'lchamang. Eng toza, eng sadoqatli muhabbat ko'pincha siz eng past nazar bilan qaragan joyda, g'urur va qanoat kiyimi ostida yashiringan bo'ladi. O'z nafsingiz ustidan g'alaba qozoning. O'shanda siz haqiqiy erkak bo'lasiz. Va o'shanda siz hayotingizni yorituvchi haqiqiy malikani topasiz. Siz mening qismatim haqida nima deb o'ylaysiz? Mening sirrim va sabog'im sizga manzur bo'ldimi? Iltimos, izohlarda o'z fikringizni yozing. Sizning daldangiz, fikrlaringiz biz uchun muhim. Agar shu og'riqli xato va quvonchli yakun kimningdir ko'zini ochsa, men maqsadimga yetgan bo'laman. Kanalimizga obuna bo'ling va videoni tarqating. O'zingizni, yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Xayr.